Hozir biz O'zbekistondagi eng katta bo'lgan 5000 dan ortiq 600 kilogramli sigirlar bor fermada turibmiz. Hattoki bu fermada har bitta sigir 35, 40, hattoki 60 litrgacha toza sifatli sut beradi. Bugun biz bu videoda sigirni to'g'ri boqish, kasalliklardan asrash, tug'ishdan oldin va tug'ishdan keyin nimalar qilish kerakligi bo'yicha va eng asosiysi uy sharoitida bitta sigirdan 40 litrdan ziyod sut olish bo'yicha ochiqcha gaplashamiz. Siz esa hoziroq videoni oxirigacha ko'ring va ekranga like bosishni unutmang. Chunki mana shu video 1000 ta like yig'ilsa, mana shu aytayotgan jarayonlarimizda amaliy, hech narsani yashirmasdan to'g'ri, to'laqonli tushuntirib beramiz. Xo'sh, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Xo'p, aynan yuqoridagi mavzular bo'yicha 4 yillik tajribaga ega zootexnik Ergash akamiz javob beradilar. Assalomu alaykum Ergash aka. Assalomu alaykum. Ergash aka, bilaman fermalaringizda 5 mingdan ziyod sigirlar bor. Ularni hammasini bir xil nazorat qilish, bir xil tartibda ushlash bo'yicha nimalar qilyapsiz aka? Shu bo'yicha hozir ma'lumot bersangiz. Fermadagi mollarni bir xilda tartibda ushlash uchun har bitta masalan zagonda mollar turadi. Har bittasiga bitta odam javobgar, bitta cho'poni bor, qaraydigani bor. Barcha ishlar teng bo'lib berilgan, o'shaning uchun bir xil stabilni ketadi. Mana shu fermadagi sigirlar qanaqa zot aka? Hop, bizning fermada barchasi Galishtin zotiga mansub sigirlar. Bu sigirlar sut mahsuldorligi dunyodagi eng yuqori mahsuldor sigirlar hisoblanadi. Aha, tushunarli. Aka, qarang, hozir uy sharoitida bizlarda ko'proq jaydari, rossiyskiy mollar, sigirlar boqiladi-da. Ulardan ko'proq sut olish uchun u zotga bog'liqmi yoki umuman любой sigirdan qanaqadir biz natijali sut olishimiz mumkinmi? Endi har bitta molning, har bitta zotning o'zining genetik potensiali bo'ladi. O'zining genetik potensialini chiqarish uchun birinchi navbatda oziqlantirish sharoitini, birinchi navbatda oziqlantirish. Ikkinchi navbatda bu saqlash sharoiti. Endi zot alohida deyman. Zotiga qarab. Oziqlantirish, saqlash sharoiti, parvarishga bog'liq. Ya'ni to'g'ri parvarish qilinsa, xohlagan moldan o'zimiz xohlagan natijani kuta olamiz. Endi nisbatan yaxshiroq natija olishimiz mumkin. Chunki har bitta zot o'zining yo'nalishiga ega. Sut bor, go'sht bor, aralash. Ya'ni sut go'sht yo'nalishidagi mollar bor. O'shanga qarab yuqori mahsulotlar, nisbatan yuqori mahsulotlar olishimiz mumkin. Aka, endi chorvadorlarimiz ko'pi mol bozoriga borganda yaxshi sut beradigan sigirni qanday tanlab olsa bo'ladi? Biron bir farqli belgilari bormi? Farqli belgilari bor, ya'ni bozorga borganda birinchi navbatda tana shakliga e'tibor berish kerak. Sutdor mollar tana shakli uchburchak, go'sht yo'nalishidagilar to'rtburchak bo'ladi. Endi bu bir qarashda ma'lum. Keyin sut bezlari alohida, sut bezlari yelin shakli va sut venalari bor. Qoramolning qorin qismida sut venalari bo'ladi, ikkita tomir. O'sha tomir qanchalik yo'g'on bo'lsa, u mol shunchalik sutdor bo'ladi. Ya'ni sut qudug'i ham bo'ladi o'sha yerda, kindigining oldida sut qudug'i bo'ladi. O'shanga ham e'tibor bersa, yaxshi mol tanlab olish mumkin. Ya'ni sut yo'nalishidagi. O'shanda sigirda boyagi yelimi osilib turgan bo'lishi kerakmi yoki qanaqadir bir yopishib turgan bo'lishi kerakmi? Yo'q, endi osilib tursa ham, yopishib tursa ham ikkalasi ham xato narsa. Ikkalasi ham xato. Siz e'tibor bering, ya'ni bozorga borganda vannasimon yoki kosasimon yelindagi mollarni olsangiz, maqsadga muvofiq ko'proq vannasimon yelindagi yelin shakliga ega bo'lgan mollar sut mahsuldorligi ko'p bo'ladi. Aka, siz hozir aytyapsiz, sigirlarda tanasi uchburchak simon bo'lishi kerak deyapsiz. Nimaga aynan uchburchak aka? Qoramolchilikda ham o'zi signal belgilari bor. Genetikasi ishlanayotgan paytda o'sha belgilarga e'tibor beradi. Uchburchak simon, ular tanasi go'sht olishga, semirishga moyil bo'lmaydi. O'shaning uchun tanasi uchburchak, ingichka. Endi chuqurlashsak chuqurlashib ketaveramiz. Buning uchun ko'p vaqtimiz ketadi. Tushunarli. Ya'ni siz aytmoqchisizki, uchburchak simondagilari yaxshi sut beradi, xuddi shunday. Sut yo'nalishida bo'ladi. Yelini ham vanna simon bo'lsa, yaxshi sut beradi. Va so'rg'ichlar uzunligi ham 4-6 santimetrgacha bo'lishi kerak. Ya'ni anasi yelin. Tushunarli. 4 santimetr bo'lsa eng ma'quli. Shu ko'proq sut berishga qulay bo'ladi. Ergash aka, endi sal nozikroq joyga keldik. Ya'ni sigir tuqqanigacha tayyorlash kerak deydi. Aynan sigir necha oyga to'lganda
sog'imni to'xtatib qo'yish kerak. Tuqqandan keyin 7 oylikda deymiz, aslida o'sha urug'langandan, otalangandan keyin 7-oyda biz sutdan chiqarishimiz kerak molni. Nimaga aynan 7 oylikda? Chunki biz oxirigacha soqqanimizda tug'ilgan buzoq kichkina, yaxshi rivojlanmagan, zaif tug'iladi. Biz va keyingi bolasini berayotganda ham o'sha keyingi bolasida ham sigir charchaydi. U sigir o'zi kasallanib qoladi. Har xil kasalliklarga Quvvat ketib qoladi. Quvvat ketadi. O'shaning uchun 7-oyda chiqarganimiz eng ma'quli shunday. Aha. 7-oydan boshlab bemalol sut sog'sak bo'ladi-da, to'g'rimi? Yo'q, sutdan chiqarishimiz kerak. Aha. Molda ana buqachani. Buqachani ham chiqarib yuborishimiz kerak. Sigirning o'zini ham. Buqachaning o'zi endi buzog'ni 6 oylikgacha emizdirib keyin chiqarsak ham bo'lar qishloq sharoitimizda. Lekin sigirning o'zini o'sha otalangandan keyin, qornida bola bo'lgandan keyin 7-oyda sutdan chiqarib alohida joyda, alohida ratsion bilan boqish. Aka, sigir tuqqandan keyin quvvati ketib qolishi aniq. Bu narsani siz hozir tushuntirib berdingiz menga. Xo'p, aka, ana shu quvvatga kirish uchun birinchi navbatda nimalar qilish kerak? Xo'p, birinchi navbatda bu biz o'sha sigirni sutdan chiqarganimizdan keyin alohida ratsionga minerallarga boy bo'lgan, proteinga boy bo'lgan ozuqalarni berishimiz kerak. Tuqqandan keyin ham biz o'sha tanasidagi mikroelementlar bor albatta. O'shalarni qoplash uchun yem berishimiz kerak. Pichan miqdori, berayotgan somon miqdorimiz, albatta yem tarkibidagi namlikka alohida e'tibor berishimiz kerak. Yemish o'sha berayotgan yemishimiz tarkibidagi namlikka. Aynan qanaqa yemlarni bersak, proteini yuqori bo'ladi deysiz? Protein, oqsil, oddiy paxta shurut. Ko'p bermaymiz, lekin albatta berishimiz kerak. Ko'p bersak ham semirib ketadi. Semirib ketadi. O'sha bizga semizmoq kerak emas o'zi. Oldindan ma'lum. Tushunarli. Demak, proteinni biz quvvat uchun beramiz. Quvvat uchun beramiz. Ortiqcha proteinni organizm qurilish materiali hisobida ishlatadi. U organizm semirib boshlaydi. Ortiqcha sutdor sigirga, sut beradigan sigirga ortiqcha protein bersak, semiradi. Tushunarli. Aka, kuniga necha kilogacha bersak bo'ladi mana shu sigirlarga primерно? O'rtacha hisobda. 2-2,5 kilo berganimiz maqsadga muvofiq, u mahsuldorligiga qarab, o'rtacha mahsuldorlikka 2-2,5 kilo. Yuqori mahsuldor bo'lsa, biz 4 kilogramgacha bersak bemalol bo'ladi. Sigir tuqqandan keyin sutdorligini oshirib borish, balans oziqlantirish degan narsa bor. Sigir tug'adi. Biz genetik potensialini chiqarib olishimiz kerak. Oziqa birligi, masalan, 10 oziqa birligi, примерно 10 oziqa birligida oziqlantiryapmiz. Suti 20 kilogram. Biz sekin ko'taramiz. 4-kuni o'shani 13 oziqa birligi qilamiz. 13 oziqa birligi qilganimizda sut mahsuldorligi 20 litr dedikmi? 20 litr bo'lsa, o'sha 25 litrga chiqishi mumkin. To sigir sut mahsuldorligi oshib boradi, bizlar ham oziqa miqdorini oshirib boramiz. Aniqroq 10 kilo yeydigan bo'lsa, 3 kunlikda teginmaymiz. 4-kundan boshlab sekin-sekin ko'tarib boraveramiz. Har 3 kunda oziqa miqdorini oshirib boramiz. Примерно qanchagacha oshirish kerak aka har 3 kunlikda? 3 oziqa birligi, u ixtiyoringizga bog'liq. Masalan, u sigirning yeya olish qobiliyatiga bog'liq. Ya'ni siz masalan bir kun oziqa tayyorladingiz, bizda aralash oziqa tayyorlanadi. Masalan, aralash oziqa tayyorladingiz, bir kun berdingiz, 10 kilo berdingiz, 10 kiloni yedi. Ikkinchi kun 15 kilo berdingiz, 13 kilosida 2 kilosi qolib ketdi. Bu sizga zarar. Sizga zarar. O'shaning uchun sigir yeya olish qobiliyatiga qarab berish kerak. Va eng asosiysi sigirning oldidan kamida 5% nushqurt chiqishi kerak. Nima? Nushqurt. Yemagan ozuqasi 5% bo'lishi kerak. Bo'lmasa, u mol och qolib ketadi. Och qolgan hisoblanadi. Aka, yana bir savol. Ko'pchilik sigiri tuqqandan keyin xursand bo'lgandan ko'proq ozuqa beradi-da. Makka jo'xori, paxta shuroti, oqsilga boy ozuqalarni juda ko'p berib yuboradi. Bu oshqozon tizimini qanaqadir buzib qo'ymaydimi? Albatta buzadi. Albatta buzadi. Bu eng xato ish. Chunki
organizmda energiya ko'payib ketgandan keyin atsidoz boshlanadi. Ha. Atsidoz boshlanadi. Oshqozon uspet qilmaydi. Nima qilishga, hazm qilishga uspet qilmaydi. Bu eng katta xato. Berilish kerak. Ma'lum miqdorda kamroq o'sha paxtashirot, kamroq makkajo'xori, albatta pichan bilan. Somon va pichan bilan, beda pichani bilan berilishi shart. Chunki siz faqat makkasolos, paxtashirot, makkay don maydalab beryapsiz, lekin somon bermayapsiz, beda bermayapsiz. Organizmda kletchatka yo'q, uni hazm qilib organizmning oshqozonning strukturasini ushlab turadigan ozuqa yo'q organizmda. U to'g'ridan to'g'ri hazm bo'lmasdan qaytib chiqib ketaveradi. Ichketda bo'lib qoladi va u buzoqqa ham zarar. Sutdan o'tadi, buzoq ham ichketda bo'ladi. Ha. Ya'ni kamroq berish kerak. Har bitta mahsulotdan kamdan berib, ko'proq berish kerak ekanda. Eng yaxshi usul aralashma holda berish eng yaxshi usul. Aka, mana shu fermada buzoqni onasidan har qancha vaqt ajratib olasizlar va undan keyin nimalar qilasizlar aka? Sigir tug'di, bolasi oldida maksimal 2 soat qoladi. Maksimal qolsa. Bo'lmasa bitta yalayda qurilagandan keyin ajratib olib, maxsus katagiga qo'yamiz. Va onasini sog'ilgan sutni drenaj yordamida buzoqqa beramiz. Ya'ni drenaj nima? Bu qizilungach naviga yuboriladi, qizilungach navidan katta qoringa tushmasa, to'g'ri shirdonga tushadi sut. Agar siz sut berib, buzoq bergan sutingiz buzoqning katta qorniga tushsa, buzoq diareya bo'ladi va o'lib qolishi ham mumkin. Bu ya'ni ajratib olasiz, qo'lda sut berganingiz maqsadga muvofiq. Biz fermada mana shunday ish oldik. Tuqqandan keyin birdan onasini oldiga kirgizib yuborsa, qanaqadir bir kasalliklar bo'lib qolishi mumkin ekanda. Albatta. Yelindan yuqishi mumkin, onaning o'zidan yuqishi mumkin. Keyin tashqi parazitlar yuqishi mumkin. Buzoqni o'sha to 3 oylikka bo'lguncha qo'lda sut berib boramiz. Boshida kuniga 6 litr, sekin-sekin tushirib dag'al ozuqaga o'rgatib, keyin sutdan chiqaramiz. Ha, tushunarli. Agar mana shu jarayonga amal qilmaydigan bo'lsa chorvadorlar, onasidan ham, buzoqchadan ham ayrilib qolish mumkin ekanda. Ehtimoli bor, ayrilib qolmagan taqdirda ham o'sha buzoqcha keyingi o'zi otalanib, bo'g'oz bo'lib, ya'ni tuqqandan keyin sut beradi-ku baribir. Mahsuldor sigir hisoblanmaydi. Bir marta kasal bo'ldimi, o'sha buzoqlik davrida bir marta ichketdi, shamolladi, nimadir bo'ldimi, mahsuldorligi 10% ga tushadi. Har bir kasal bo'lganda. Ya'ni yoshlikdan kasal bo'lsa tamom ekanda, kattaligida qiyin bo'lib qolar ekanda sut berishi. Xuddi shunday. O'zi sizda ham xabaringiz bor, ko'p sut beradigan sigirlar kalsiy yetishmay oyoqdan qolib ketadi-da, qanaqadir bir kasallik nomi bor. O'shanaqa jarayonga bormaslik uchun nimalar qilasizlar fermada? Xo'p, men boshida aytdim, 7 oylikdan sutdan chiqaramiz va alohida ratsion bilan boqamiz. O'sha ratsionning ichida biz kalsiyni kamaytiramiz. Kalsiyni kamaytirganimiz bizning respublikamizda kalsiy va fosfor nisbati bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun pariz ko'proq bo'ladi. Va oyoq kasalligi oyoq falajda. Falajdan qoladi. Bu kalsiy yetishmasligi. Endi o'shani oldini olish uchun alohida ratsion. Hammasi ratsion bilan bog'liq. Agar to'g'ri ratsiondan bo'lsa, bunaqa kalsiy yetishmovchiligi, vitamin yetishmovchiligi, unaqa narsalar bo'lmaydi, mollar tez kasallanib qolmaydi. Aka, fermangizdagi mollarda shuncha ko'p ovqat beryapsizlar-ku, baribir 650 kilogramm dedingiz-ku. Shunday. O'shalarda qorni dam bo'lib yoki kislotasi oshib ketmasligi uchun nimalar qilyapsizlar aka? Bu ham ratsion bilan bog'liq. Ratsion balanslashgan bo'lsa, sizda atsidoz bo'lmaydi, dam bo'lmaydi, boshqa kasalliklar, oshqozon ichak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar chiqmaydi. Bu ham hammasi ratsion bilan o'sha yem, konsentrat ozuqalar ma'lum miqdorda, silosina, shirali ozuqalar ma'lum miqdorda va afzatilni bu beda bilan somon berilishi, bu o'sha atsidozning oldini oladi, ozuqaning
to'g'ri hazm bo'lishini ta'minlaydi. Aka, bizlarni O'zbekistonda yozda chillasi juda qattiq keladi-da. O'shanda bolalarda ishtahasi buzilib ketadi yoki suti kamayib ketadi. Fermada mana shunga qanaqa yechim qilgansiz aka? Har bitta naves, har bitta mol turadigan joy ventilyator bilan jihozlangan va yozning issig'ida mikroklimat bilan ta'minlangan. Ya'ni mikroklimat ustidan suv o'tkazib, suv purkaladi. Ya'ni havoga suv zarrachalari sochiladi. Bu temperaturani ma'lum miqdorda ushlab beradi, sovutib beradi. Ya'ni davinasi oshib ketayotganda qo'pol qilib aytganda. Shunday. Ha, u ana shabada berib Shabada berib turadi. Zo'r. Suv purkaladi, mayda tomchi va ventilyator yordamida sovuq havo va suv temperaturani bir xil ushlab beradi. Bizlarda chorvadorlarga mana shunaqa uy sharoitida ham shu narsani tashkillashtirsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Oddiy ventilyator, o'sha bozorlarda sotiladigan oddiy ventilyator, keyin bitta motor, suv, tamom. Bitta motor, suv, o'sha. O'shani qo'yib tursa, har qancha vaqtda qo'yib tursa yaxshi aka o'shani? Masalan, har yarim soatda purkaladi suv bizning fermada. Har yarim soatda bitta purkaladi. Har bitta naves alohida o'sha vaqt qo'yilgan. Ma'lum 1 minut, 1,5 minut, 2 minut oralig'ida suv purkalib turadi. Aka, sigirlarda eng yomon narsa yelin shamollashi, mastit. O'sha mastitga tushmasligi uchun nimalar qilgansizlar? Agar tushib qolsa ham nimalar qilasizlar? O'sha bo'yicha ochiqroq aytsangiz. Xo'p, mastit eng yomon kasalliklardan bittasi, to'g'ri. Eng birinchi navbatda sigirning sutini tozalab sog'ib olishimiz kerak. Mastitga tushib bo'lgandan keyinmi yoki tushmasdan oldin? Tushmasligi uchun. Tushmasligi uchun, ha. Tushmasligi uchun. Toza sog'ilish kerak. Sog'imdan kirayotganda ham yuvilish kerak o'sha apparatlar ulanayotganda ham. Apparatlar toza soqqandan keyin, yechilgandan keyin yana dorilanib, maxsus dorisi bor. Dorilanib, keyin chiqarib olinadi. Nimaga dorilanadi? Sigir kirdi, siz yeliniga ta'sir berdingiz, ya'ni yuvib chiqdingiz. Yuvib chiqqaningizdan keyin 1,5 minut, 2 minutdan keyin o'sha sut kelib boshlanadi. Yelin sfiktorlari ochiladi. Agar siz masalan yuvdingiz, birdaniga apparatni uladingiz yo birdaniga sog'ishni boshladingiz, bu yana mastitga olib keladi. Chunki quruq sog'im bo'ladi, yelinni shikastlaydi, zararlaydi. Yig'ilib qolgan bo'lar ekanda yelinda. Ya'ni yo'q bo'ladi. Hech narsa yo'q bo'ladi. Prosta tortadi. U ozgina bo'lib turish kerak ekanda. Qachon sog'im boshlanishi kerak? 80-90 soniyadan keyin, yelinga ta'sir bo'lgandan keyin 90 yo 80 soniyadan keyin siz sog'ishni boshlasangiz, ham toza sog'asiz, ham yelinga ziyon yetkazmaysiz. Va yelinda o'sha sog'im tugagandan keyin dori qo'yiladi. Maxsus dorilar bor. Dori qo'yilgandan keyin yelin mol kelib yotadi-ku. Kelib yotadi, joyiga kelib yotganda yelin sfiktorlar ochiq bo'ladi. Ana o'shanda mastit uchun eng xavfli jarayon, maxsus mastit yuqish uchun yerdagi o'sha bakteriyalar yelinning ichiga kira boshlaydi. Siz dori qo'yib yuborganingizda sfiktorlarni yopadi. Ya'ni bakteriya yuqmaydi. Yuqmaydi. Agar mabodo mastit yuqsa ham nima qilsa bo'ladi? Aka, bir yo'li bormi uni? Mastit yuqishi endi bu veterinarlarning o'zi alohida ishi, yuqqandan keyin davolash. Bu ham qiyin emas. O'sha vodorod peroksid, yana dorilari bor. Kateter bilan maz, o'sha isitadigan maz. Qachon eng xavfli anoga tushib qoladi aka? Mana shu mastit qanchadir vaqt e'tibor bermasa, juda ham xavf ortib ketadi aka. Endi qancha ko'p e'tibor bermasangiz, shuncha xavf ortib boradi. U mastit bo'ldimi, o'zi u xavfli mol. Boshqalarga ham yuqtiradi. Yuqumli kasallik. Yuqumli kasallik. Ko'pchilik o'ylaydi, yuqmaydi deb. U yuqadi, u kasallik. Mastit yuqadi. Yuqadi. Mastit yuqadi. Yuqmasligi uchun ham qanaqadir vositalarda aniq turishimiz kerak-da, dorilar, to'g'rimi? Mastit bo'lgan sigirlar alohida zagonga ajratiladi. Alohida zagonga ajratilib, alohida saqlanadi va sog'imning eng oxirgi partiyasi boradi. Eng oxirida sog'imga boradi va ular chiqqandan keyin doyka, ya'ni o'sha sog'im zali dezinfeksiya qilinadi. Hozir kuzatib turibman, mollar ko'p dam olyapti-da. Shunda mol
ko'p yotsa suti ko'payadi degan gap qanchalik darajada to'g'ri aka? Endi ko'p yotsa ko'p sut bo'ladi degan gapga men qo'shilmayman. Chunki qancha ko'p harakatda bo'lsa, sut shuncha ko'payadi. 1 litr sut hosil bo'lish uchun yilidan 500 litr sut aylanib o'tish kerak. Ha, ha. Biz mollarga motsion, ya'ni yurish sharoitini yaratib bermasak, bu natijaga erisha olmaymiz. To'g'ri, yotish kerak. Bir kunda 15 soat, 16 soat yotish kerak. Lekin qolgan vaqtda oziqlanish kerak va yurish kerak. Qancha ko'p yursa, shuncha ko'p sut hosil bo'ladi. Ha, harakatda bo'lgani uchun Harakatda ham bo'lgani ko'proq qon aylanib sutga ham effekti baland bo'ladi-da. Shunday. Aka, endi sigirlar tagiga nima to'shagansizlar va shu bo'yicha ozroq ma'lumot bersangiz? Hozir biz fermada maxsus o'sha rezinalar bor. Rezinalar to'shab joyini komfortni zona qilganmiz. Endi har komfortda mollarga qishloq sharoitida siz buqa boqsangiz, tagini stechka, ya'ni sement qilsangiz yaxshi. Agar sigir boqadigan bo'lsangiz, yo taxta pol yoki pishig'ichdan tersangiz ajoyib bo'ladi. Nimaga aka beton qilishimiz kerak? Nimaga yog'och qilishimiz kerak? Qarang, siz buqani ko'p boqsangiz 1 yil boqasiz. Ko'p boqsangiz. Uy sharoitida. Uy sharoitida ko'p boqsangiz bitta joyda. Tuyog'i o'sha joyda turadi, qattiq. Sigirni siz 5 yil, 6 yil sut uchun-da sut chunki. uchun 10 yil ham saqlayotgan, 15 yil ham saqlayotganlar bor mening tajribamda. Sigirda. Ularga doimiy foydalanish uchun joyi yumshoqroq bo'lishi kerak. Ya'ni qattiq betonda tuyoq kasalliklari kam bo'ladi demoqchi. Tezroq bo'ladi. Tezroq bo'ladi. Tushunarli. Aka, men bu yerda 600 kilogrammli sigirlarni ko'rdim. Shular kuniga necha litr suv ichadi va harorati qanaqa ular aka? Suv doimiy ta'minlangan oldida, suv uzilmaydi. Xohlaganicha ichadi. Masalan, 200-300 litr ichadi bir kunda ba'zi sigirlar. Endi sut ishlab chiqaradi ular. Suvning harorati qish oylarida 16-17, yozda 19-20 gradus bo'ladi. Endi o'rtacha 18 gradus sut, doimiy 18 gradus suv berganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bu yerning tagidan chiqayotgan suv bilan harorat bir xil. Ya'ni yerning tagidan chiqayotgan suv harorati 18 gradus, 16-18 gradus atrofida bo'ladi. Tushunarli. Buni ta'minlash uchun qish oylarida suvning obrotkasi, ya'ni suv doimiy bo'lib, oqar suvday bo'lib turadi. Suv keladi, chiqib ketaveradi. Keladi, chiqib ketadi. Yozda ma'lum vaqt turadi, yana almashtiradi. Ma'lum vaqt turadi, almashtiradi. Endi toza qizib ketmasligining oldini olish uchun shunday. Ya'ni yozda isib ketsa suv berib bo'lmaydi-da. Yoki yaxday suv ham berib bo'lmaydi. Yo'q. Bu ikkalasi ham molni kasal qiladi. Aka, endi picha masalasiga o'tsak, bedani qaysi vaqtda o'rib molga bersak foydasi yuqoriroq va vitamini ham ko'proq bo'ladi? Xo'p, bedani endi gullash paytida o'rgan maqsadga muvofiq. Chunki eng yaxshi payti o'sha payt bo'ladi. Ya'ni barra ham bo'lmaydi, pishib ketgan ham bo'lmaydi. O'rtada. Siz beda poyangizga bordingiz, ko'ryapsiz, ichida bitta ikkitasi gullagan. Ana o'sha payt o'rsangiz, molingiz uchun eng yaxshi payt o'sha payt bo'ladi. Senaj uchun ham, pichan uchun ham, o'zini quritib bergan taqdiringizda ham eng yaxshi payti bo'ladi. O'sha bedan ko'proq bersak ham bo'laveradi-da, to'g'rimi? Hech narsa, u molga ziyon qilmaydi. Bu chista vitaminda ular uchun. Aka, shu fermaga masalan birinchi kirganingizda mollaringizda oldiga yem qo'yiladimi yoki qanaqadir pichanmi? Bizda fermada ozuqalar aralash ratsion asosida beriladi, ya'ni tmer deydi. Aralashtirib beriladi. Bu oldida ham beda bo'ladi, ham somon, hamma narsa o'sha aralashtirib beriladi. Endi qishloq sharoitida birinchi o'sha siz pichanni berib, keyin yemni bersangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Aka, shunaqa deyapsiz. Endi bu hazm qilishga qaysi birini ahamiyati kuchliroq endi aka? Aralash ozuqa berganingizda bu barcha narsa birdek kiradi va birdek ta'sir qilib boshlaydi. Ya'ni bir-birini to'ldirib ketadi ustimiz. Alohida beradigan bo'lsangiz ham mehnat sarf oshadi, ham vaqt ko'p ketadi. Bittasini yedirmay qo'yishi mumkin. Masalan, siz pichan bersangiz, qornini to'ydirib olib, yemni yemay qo'yishi mumkin yoki yemni berganingizda keyin pichanga qaramay qo'yishi mumkin. Kak o'zimizda masalan
protein ichsak, ichida har bitta mahsulotda ana qanchadir qismi qo'shilgan bo'ladi-ku, Shunday. lekin uy sharoitida u narsani qilishni iloji yo'q-ku. Iloji yo'q. Juda ko'p bo'lib ketadi. Masalan, bir kunda 20 ta tuxum yeyishimiz kerak bo'ladi yoki go'sht ham qanchadir. Shunday. Tushunarli. Sizlar ratsionlaringiz ham xuddi shu proteinday tuzilgan ekanda. Shunday. Hammasi balanslashgan, alohida va birdaniga beriladigan aralash ozuqa. Ergash aka, videoning eng qiziq joyiga keldik. Ya'ni sigirdan kuniga 40 litrdan ziyod sut olish bo'yicha. Siz bu natijaga qanday erishgansiz? Shu bo'yicha o'zingizda foydali maslahatlaringizni berib o'tsangiz? Hammasi Allohdan. Va Mehnat qilsangiz bo'ladi, faqat barcha narsa tartib asosida. Tartib bilan berilganda, tartib bilan ishlanganda erishiladi. Bu ratsioni, sharoiti, maxsus parvarishi, sog'imi, hamma narsasi tartib bilan. Masalan, siz bugun ertalab 6 da yemish berdingiz, ertaga ertalab 8 da berasiz. Bu eng katta xato. Bugun 6 da berdingizmi, qolgan kunlar ham 6 da bering. Sog'imni soat 7 da sog'dingizmi, ertasi kuni ham 7 da sog'ing. Shunda bir xil. Ya'ni shu natija sizning progressingiz o'sib boraveradi. Ya'ni bir qanaqadir bir sirli narsani o'zi yo'q ekanda, hamma narsa tartibga bog'liq. Hamma narsa tartibga bog'liq. Ya'ni harakatlanishini ham, ovqat berishni ham bir xil vaqtda bersak, bir xil vaqtda harakatlantirsak, bir xil vaqtda kerak bo'lsa, nima desa bo'ladi, sog'imga olib kirsak, shunday. Kattaroq natijaga erishayotgan ekanmizda. Shunday. Shunda aka 40 litr balki undan ham yuqori bo'lishi mumkin ekan. Albatta, bizning fermamizda 60-70 litr sut beradigan sigirlarimiz bor. O'rtachasi endi 35-40 litr sut olamiz. Lekin 60 gacha ham chiqqanlari bor. Ergash aka, mana shu 5000 ta moldan bir kunda necha litr sut olasizlar aka? Hammasini o'pishib hisoblaganda. O'pishib hisoblaganda 5000 ta moldan 80 tonnaga sut olamiz. Aka, ratsiondagi mahsulotlar bo'yicha gaplashsak, bozorda sifatsiz yemlar juda ham ko'p-da. Har kuni masalan har xil yemlar chiqib ketyapti. Biza aynan sigirdan yoki buqadan yaxshi effektli mahsulot olish uchun yemni nimasiga e'tibor berishimiz kerak? Qanday bir qo'lga ushlaganda qanaqadir bir belgilari bormi sifatli ekanligini? Masalan, mening tajribam, men o'zim borsam, bozordan yem oladigan bo'lsam, hidi bilan olaman. Ya'ni hidlab ko'raman. Kimdir boshqacha usuли bordir. Lekin meniki ana shu hidiga qarab olaman. Chunki eng asosiy nima dedi? Organoleptik baholash, ya'ni ko'z bilan baholash, tashqi belgilar asosida baholash, bu hidlab ko'rib, o'sha mog'orlanmagan bo'ladi. Boshqa narsaning hidi kelmaydi. Faqat o'sha masalan paxta shurotining hidi qanday bo'lishini, sifatli paxta shurotining hidi qanday bo'lishini bilaman, o'sha ko'raman. Masalan, uyim uchun oladigan bo'lsam, borib hidlab ko'rib, o'sha sariq rangiga qarab, sariq rangli, o'sha donador bo'lgan, iloji boricha maydaroq, masalan paxta shurot olsam maydarog'idan olaman. Yiriklari sifatsizroq yoki mo'g'irlangan bo'lishi mumkin-da. Qoramol oshqozoniga kirgandan keyingi jarayon ham mayda yem bo'lsa, maydaroq bo'lsa, tezroq hazm bo'ladi. Ya'ni hazmlashga kartoshka puridek bo'lib qolar ekanda. Shunday. Tushundim. Bilamiz aka, sizlar chorvachi zavodida paxta shurotini foydalanasizlar. Unda protein miqdori 46% da. Shunday. O'sha yemni yegan sigiringiz oshqozonni soatdek tezroq ishlashi va kavish tezroq ko'proq qaytarish uchun nimalar qilgansizlar aka o'sha bo'yicha? Bunga soatdek ishlash uchun albatta paxta shulxasi bilan aralashtirib berganimizda bu oshqozondagi kletchatka miqdorini ma'lum darajada ushlab berib, tezroq hazm bo'lishiga, o'ziga molning organizmga tezroq singishiga yordam beradi va mahsuldorlik shuncha yuqorilab boraveradi. Ya'ni hazmlashni tezroq amalga oshirar ekan paxta shulxasi. Shunday. Ya'ni hazmini birdan hazm qiladidagi kerakli minerallarni tarqatib yuboradi-da. Juda tez hazm qilmaydi. O'ziga keraklisini tez so'ndirib oladi, keraksizlarni chiqarib oladi. Tushunarli. Aka, paxta shluqasi sal mo'g'irlangan bo'lsa yoki qanaqadir namiqqan bo'lsa, ko'p chorvadorlarimiz bilib-bilmay berib qo'yadi-da. O'shanda qanaqa yomon oqibatlarga olib keladi? O'sha bo'yicha gaplashsak. Xo'p, molni zaharlaydi bu.
Bu eng katta xato hisoblanadi. Bu o'sha biz boqayotgan molimizni zaharlaydi. Bizning ishimizni 1 oy, 2 oygacha orqaga surib yuborishi mumkin. Bitta qilingan o'sha mog'orlangan yemni berish. Molni organizmi zaharlanadi, qon qorayadi, hatto o'limgacha olib boradi. Yo'g'i. Mol Namlanishi ham xuddi shunaqa, xuddi to'g'rimi? shunaqa. Namlanishi, qachon namlanishi? Berilayotgan paytda namlanish hech narsa qilmaydi. Oldindan namiqqan bo'lsa, masalan, turgan joyida namiqqan bo'lsa, u yem sifatsiz yem. Uni bermayman. U ham Bermagan ma'qul. o'limgacha borishi Olib mumkin. boradi. O'sha uchun Chunki namlangandan keyin o'sha mog'orlaydi. O'sha namlangandan namiqqanlik mog'orlanishgacha bo'lgan jarayonda nima qilib beradi? Yuzaga keltirib beradi. Hozir biz O'zbekistondagi eng katta bo'lgan va kuniga 500 tonnadan ziyod chorva yemlari ishlab chiqaradigan chorvachi zavodida turibmiz. O'zbekistondagi 80% birinchi navli chigit aynan mana shu zavodga keltiriladi. Ko'rib turgan mana shu birinchi navli chigitingizdan 3 xil mahsulot, ya'ni paxta shroti, shrot paraxasi va paxta shlyuxasi olinadi. Buqalaringiz sifatli vazn olishini xohlasangiz, paxta shrotini berishingiz kerak. Nimaga? Buni protein foizi 46% tashkil etgan bo'lib, videodagi 5000 dan ziyod mollar mana shu mahsulotni yeb 90 kunda 100 kilogrammdan ziyod vazn olgan. Videoda Ergash aka aytgan eng kerakli paxta shluqasi mana shu ko'rib turgan mahsulotlar hisoblanadi. Ko'rib turganlaringiz juda ham quruq holatda turibdi. Sigiringizdan kuniga 40 litrdan ko'proq sut olishni xohlasangiz, mana shu paxta shluqasi eng kerakli vosita hisoblanadi. Chorvadorlarimiz eng sevgan mahsuloti shrot paraxasi hisoblanadi. Nimaga unaqa deyapman? Chunki molni tezroq vaznga olib chiqadigan mahsulot aynan shu. Hozirgina laboratoriya xulosasi shuni aytdiki, buni yog'dorligi 8% dan yuqori chiqqan. O'sha uchun tezroq bu mahsulotni olishlaringiz kerak, chunki juda ham talabgir mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulotlarimiz ham qoplangan, ham rasmiy holatda sizga yetkazib beriladi. Aynan chorvachi zavodida logistika xizmati ham mavjud bo'lib, butun O'zbekiston bo'yicha chorva yemlarini cheklanmagan miqdorda yetkazib berish imkoniyatiga ham ega. Ha, aytgancha, bu mahsulotlarimiz 2 marta qat'iy laboratoriya tekshiruvdan o'tadi. Sifati toza bo'lgani uchun mingdan ortiq mijozlarimiz haligacha omborni mana shu yemlar bilan to'ldirib qo'ygan. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, aynan chorvachi zavodida ishlab chiqargan yem mahsulotlarining effekt darajasi 2-3 barobar yuqori hisoblanadi. Chorvachi zavodi bilan doimiy hamkorlik qilishni xohlasangiz va yuqoridagi mahsulotni birinchi qo'l zavod narxida xarid qilishni xohlasangiz, hoziroq pastdagi raqamlarga telefon qilib, omboringizda sifatli yem bilan to'ldirib oling. Ergash aka, va nihoyat oxirgi savol. Xo'p, tajribangiz mobaynida chorvadorlarga kerakli bo'lgan bir maslahatingiz bormi? Ko'proq ilm bilan ish qilish kerak. Ilm bilan ish qilgan odam ziyonga kirmaydi. Chorvador ilmli bo'lsa, ko'proq natijaga erishadi. Ilm bilan bilimning farqi bor. Ko'pchilik bilimliman, zo'rman deydi, lekin ilmi bo'lmaydi. Ilm boshqa narsa bu. Alloh ham o'z mehnatiga yarasha baraka beradi. Rahmat aka, berilgan ma'lumotlaringiz uchun. Ko'plar bu ma'lumotlarni yashiradi, lekin siz ochiqcha aytganingiz uchun kattakon rahmat. Aziz chorvadorlar, eshitdilaringiz, hamma narsani ochiqchasiga, hech nimani yashirmasdan Ergash aka javob berdilar. Kattakon rahmat aytamiz. Va shu narsani inovatga olish kerak ekanki, hech qanaqadir bir yashirin bir narsa, bir sehrli tayoqcha yo'q ekan. Hamma narsani tartib bilan, joy-joyida, vaqti bilan qilsangiz, molingizdan 40 litr, balkim undan ham 60-70 litr sut olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Aytgancha, videoga hoziroq like bosing, chunki 1000 ta like bo'lgandan keyin mana shunaqa aytgan barcha mavzudagi maslahatlarni amaliy sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.